Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biroq endi ko'rsatish mumkin emas. Shunga bo'sha. Ya o'zi ko'rsatish mumkin emas. Mana yosh bachalar, mana ayollar. Mana ayollar, yoshlar mana. Hamma joyda mana to'la. Alohida ayollar masjid. Ayollarni masjidda alohida ayollar chiqib mana namozlarni o'qib. Ya Allohga shukr, mana qancha bir odam bir taskin topdi, ancha bir yengil topdi, mana qalblar yengil topdi. Bir odam boshqacha bo'ldi. Xudoga ming g'alla shukr. O'zbekistonda namoz o'qishda yoshlar boshlar o'qimaydi. Uni dinga tag'ir qilyapti deb. Ya endi tog'a jumalarga, hayitlarga chiqsa hech kim hech narsa demasa kerak. Demaydi, ya. Endi bu yoqda pastayam ayollar ham kelib o'qiygan. Bizda lekin ayollar masjidga bormaydi, boram. Bizda bormaydi. Bizda bormaydi. Ko'cha to'la mana ayollar ham kelib, namozlar o'qishib, Allohga shukr. Chiroyli bo'ldi, maza qilib mana hozir namozlarni o'qidik. Shundayda odamzod shunday do'stlar, odamzod shunday. Shunday bitta podani buzayotgan qo'yga qo'shilgan bir 1000 ta qo'y chiqadi sizdan. Sen hamma o'zi uchun javob beradi deydi, bittasi chiqadi. Masjidga borib nima qilasan deydi, bittasi chiqadi. Yana boshqa nima deydi, ana shularning izidan tanazzulga qarab ketyapmiz. Musulmon bo'lib musulmonligimizni unutib qo'yapmiz. Xudoga shukr, mana kelib namozlarni o'qib, mana ayollar, hamma mana bachalar, ayollar mana ko'rdinglar, so'z isboti bilan men mana ayollar mana hammasi namoz o'qigan, biza battal ana ayirmaydi, masjid ichidan mashinada chiqib ketyapmiz. Bu yerda mashinaning ichida ham mashina kirib kelsa bo'layotganda ichkarigacha, og'zigacha mashina qo'yganmiz. Endi odamlar sal kamaysa, asta yo'l bilan chiqib ketamiz endi, xudo xolasa. Ehson nima bo'ldi deydi. Ehson qilamiz endi nasib bo'lsa. Xudo xolasa qilamiz. Akkauntimiz ochilgan yo'q hali. Kechga ochiladi. Ochilib olsin. Bugun katta akkauntim ochiladi, xudo xolasa. Bugun kechga ochiladi, ochilsin. Qaytib olaylik, xudo xolasa bir. Bir haftadan berib kirganimiz yo'q. Sen to'g'ri hamma rasm oldi. Nima gap, nima so'z? Hamma rasm tushyapti. Endi bu ham yomon narsa emas. Masjidga kelib rasm tushish, video tushish yomon narsa emas. Naborot odamlar bir qalbini ochadi, mana ko'zi ko'r, qalbi ko'rlar ko'pda. O'shalarga ko'rsatish shu yomon narsa emas. Hamma video olyapti mana. Do'sti birodarlar bilan chatda. Do'stlari bilan mana namozga kelgan insonlar hammasi bir-birini video olib, rasm tushib narsa qilyapti mana. Ko'chada hamma ayollargacha mana video olyapti. Ana vobchiklar ham video olyapti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Lekin qoyil qoldim, juda ko'p odam, ha? Juda ko'p odam bor-ku. Odam juda ko'p. Biz hali chiqib ketolganimiz yo'q. Namoz tugaganiga yarim soat bo'lyapti. Men mulla emasman, men domilla emasman. Men musulmonman. Musulmon odam. Azina bir jumalarda hech bo'lmasam chiqib tavbasini qilish kerak. Gunoh qilyapmiz, tavbasini ham qilish kerak. Alloh kechiruvchi. Endi mullalikka sizlarni bir nima da'vat qilayotganim yo'q. Prosta masjidga chiqib, men sizlarga bir masjid atmosferasini ko'rsatyapman. Sizlar ko'rmagansizlar. Javob beraman, namozga chiqmagansan, yarim mingdan ko'ping. Yotibsan uyda. Sas yotibsan uyda. 100% chiqmagansan. Hamma rasm tushyapti. Ular qamirlatib bera oladi. Tog' odam kelyapti. Odam yana kelyapti. Bular ham rasm tushyapti. Hamma mana namozga kelganlar, ayollar, qizlar, erkaklar hammasi mana rasm tushyapti. Esdalikda endi bu hayit namozi bir yilda bir marta bo'ladi. Har doim ham bunday bo'lavermaydi.
Odamni qarang, odam arimaydek ko'z tegmasin. Mashalloh, qoyil qoldim bor-ku. Вообще qoyil qoldim. Вообще qoyil qoldim. Qorin qanday to'g'ri? Ha? Qorin qanday? Qorin och. Namozga chiqishda yomon joyi yo'q. Namozga chiqinglar, chiqmagansizlar. Yarimlaringdan ko'plaring chiqmagansizlar. Men javob beraman. Men destitilni o'zimdan kelib chiqib aytaman. Men ham chiqqanim yo'q edi shu paytgacha. Mana bugun og'aynilarim ertalabdan uyg'otib, namozga boraylik Sardor. Bugun hayit namozi kuni deganligi uchun men ham chiqdim. Men ham shaytondan kam emasman, bilasizlar, lekin mana tavba qilib turaman. Tavba qilib turaman. Dunyoda eng iflos odamlardan bittasi men bo'laman, tan olaman. Shuning uchun tavba qilib turaman. Masjidga kirib tavba qilib turaman. O'g'lab qopman deydi. G'aflat bosibdi-da akajon. Kecha yarim kechasi ichgan bo'lsangiz, ichgan bo'lsangiz, bratan, omni sikkan bo'lsangiz, g'aflat bosyapsizda. Yo'lda qaranglar, yo'lda probkaligini qaranglar deb biladi. Mana. Yo'l probka. Rasm tushyapti, mashalloh. Bizning rasmlarimiz ham telefonga men telefonimda. Instagramga qo'yib qo'yaman. Yosh balachalargacha. Muborak bo'lsin. Bitta arabcha gapirishni o'rgating menga, men ham gapiray bularga arabcha. Men og'zimdan ham eshitsin. Arabcha gapiray. Ertalabdan qayerga ochiq bo'ladi? Qayerga borib cho'patchi bo'ladi? Nima ishlaydi? Ashayda to'g'ri. Nima ishlaydi? Oshxonaysan. Nimachi? Ro'zada. Ro'zada qanday bo'ldi? Mashalloh. O'zimda ishonmaydi, ro'zada yopib turadi. Shuni tushunib mumkin emas, sigaret mumkin emas. Ko'chada sigaret, nospas chakib yursang, ro'za tutmagan bo'lsang ham ro'za kunida ko'tingiz sikishadi bu yerda. Sen tutmaganing bilan birovlar tutgan ro'zasini hurmat qilishing kerak. Haqiqiy zakon bor-da bu yerda. Sen ro'za tutmagan bo'lsang ham, ro'za tutgan bo'lsang ham, ro'za tutmagan bo'lsang ham, ko'chada agar ro'za payti, ro'za savotida ko'chaga chiqib turib, sigaret, nimadir chekib, ko'chada yo suv ichib ovqatlanib yursang, suyisha. Alivanat uy oldi deydi. Bilaman. Shukron. U? Shukron. Alivanat uy olganimni bilib olayotgan payt telefonda gaplashib o'tirganman. Ertagida uy e'lon qilinsa bilaman, sizlar 5 yildan keyin eshitasiz uning gaplarini. Uy olingani onasi hajga ketmas oldin uni. Qarshidan 5 xonali uy oldi. Alivanat. 3 xonali. Toshkentdan. Toshkentdan ham oldi. Chilonzordan oldi. Toshkentdan olgan ancha bo'ldi. Qarshidan yaqinda oldi. Urib ketmagan tog'a, yaxshi niyatda chiqqan bo'lar. Uydan namoz o'qiyman, siz boshingizda edi. Urilib o'ylaman deb chiqmagan tog'a. Qishda oldi, qishda. Sizga xavotir. Hala, muborak qil. Hozirga ham o'rgating arabchani. Yomon shirinda arabcha gapirish. Yomon shirinda arabcha gapirish. Arabcha gapirish zo'r. Odam mazza qiladi arabcha gapirish.
Rahmat. Rahmat. Hurmat kuchli degani. Ko'chalarda rasm tushyapti, odamlar hammasi. Odam to'xtamaydi. Ha? Odam to'xtamaydi. Qaraysiz, bu hech nima. Polnos ko'chaga polni odam. Bayram bo'lgan deb o'ylayapti. Qara kunchon odam. Bugun endi omsiksak bo'ladimi? O'nikidan keyin. Unday gapni gapirmayman. Familiyadan Nima qilyapsiz? Shuni qilyapsiz? Qo'sh qo'ying bir eshitib ketay. Tay, qani. Mana menga kimdir mazasi qo'shgan. Mana menga kimdir mazasi qo'shgan. Kimdir o'lib qoldim men. Oyoqda olib ketishdim men. O'zi siqmaganman umrimda, prosta hazillashyapman-da endi. Endi bir xil shunday miyasida shunday daganat qilyaptilar, bugun tugadi. Bugun bor shatarlikni qilsak bo'ladi. Ichamiz, yuramiz, maza qilamiz deb o'ylashyapti-da. Astagfirulloh. Odamni qarang. Bugun katta akkauntim ochiladi, kechki ko'rasizlar. Odamni qarang, to'g'ri qarang. Ko'chalar to'la odam. Mana shu bizani gorod. Mana shu bizani shahrimiz. Mana shu bizani shahrimiz. Mana shu yerda yashaymiz. O'zi Xudoga nimami? Odamlarni qarang-da. Ha, odamlar ko'cha to'la odam mana. Boshlandi endi haromlik. Haromlik, razillik, ifloslik bizning ish yo'q. O'zi sal pasaytiring-da. Xudo aytgan ekanda, Sardor ro'za kunida yomonlik qilmasin degan ekanda, Allohim meni blokka solib qo'ygan ekan. Mana bugun ro'za tugagandan keyin qilaversin deb ochdi mana. Bugun kechga ochilaman. Ya bu Xudo yomonlik qilmasin, shart qilmasin degan ekanda, gunohga botmasin Sardor. Ro'za kunida degan ekanda, meni blokka tiqib qo'ygan ekanda. Mana endi bugun ochilaman. Tugadi mana Ramazon. Kechqurun sikaman. Bugun haromi batil bo'ladi endi sikaman. Shunday sog'inganman uni endi sikay. Butilkalarga o'tirg'izaman uni endi sikay 4-5 talarni bor-da. Qon to'kaman bugun jalab, qon. Tanobini tortaman endi sikay. هلا بالعيد هلا بالعيد من عاد يا حبايب 11da ochiladi 11da O'zbekiston vaqti bilan 11:20da ammo 11:30da ham ochiladi. Videosini qo'yib qo'yaman. Rahmat. Xayrli tong hammaga. Assalomu alaykum. Zamira sikaman bugun Zamira harom. Nimada u? Shef qarang. Nimada? Qalaysan uka? Shex bo'lganmisan deymi? Joyi yo'q. Kecha qarabsiz? Qalaysan? Alaykum assalom. Zo'rmisan? Katta yigit bo'lasan. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshiga? Sog'lig'ing qanday? Yaxshi aka. Katta yigit bo'lyapsan? Chiqib ketding? Yaxshimi Xudoga shukr. Xonangga tushishni hozir? Kuda ketyapsan? Yurasan, chiqasan. Restoran aka. Qaysi restoran? Qarataba. Sigram qildim. Yaxshi. Salonga. Bugun kechki opamga aytdilarmi, osh pishirib qo'ysinlar. Osh kecha uni yedik. Yana yuramiz. Gapirishib Solamiz bugun. Bugun hazır solamiz, pivo ichamiz bugun. Pivo ichsa bo'ladi? Nima kelganda?
Hamma narsa o'tdi. Hamma narsa 12dan kelib, 12gacha o'tiramiz, bir ro'za tutib yana bir kun bor. Endi patrul o'tganinglarda. Bir blok pivo olib kelib qo'yganman. Ko'cha to'la odam. Kunduz kun ko'chaga chiqmaganimga bir 5 yil bo'ldimi deyman. Kunduz kun ko'chaga chiqmaganman, umuman. Hindlarni qarang. Nimasini? Hindlarni qarang. Hindlar ham musulmonmi? Hindlarda ham bormi musulmon? Serios. Davlat musulmon. Yo'q odam o'ldimi? Tog'a to'g'ri. Qo'ying. Siz nima bo'la? Janozaga ketyapmizmi? To'g'ri ekan. Salom. Nima yeymiz bu yerda? Yetgan narsa yo'q, qarorga chiqamizmi? Laddu endi. O'zbek restoranga boramiz. Qaysi restoranga borasiz? Hammasi yopiq. Hammasi yopiq. Kuba yo'q. Nima yeymiz hozir bu yerda? Yemayliga mazan qochiradi. Qanaqa narsa? O shawarma bilan oldik. Vaqti uni qusib qoling, u yo'q. Bayram. Nima yesak bo'lar? Salom, Sit talata jibinda Ya onasini sikay, TikTokga kirmayapman, sikib yubormaylar, yordam berdi be. Blokdaman, men o'zim yozib yordam kerak. Cho'chasini? Yo'q. Yo'q. La bas. Qara. Shu smada. Yo'q. Talata. Ovqatni yesak bo'lar, qanday yesak bo'lar ovqat? To'g'ri chayt. Voytini yaqinga yuraymi, mana o'qib ketdi. Sigaretamiz yo'qmi? Sigaretimiz xonada. Blokdamiz do'stlar, blokda katta akkauntimiz ochilsin qani, joylashtiramiz. Bizga blokda yotibmiz u bilan. Kichkina akkaunt bu. Jonadan. Hello. Yo'q, uning ustiga otma deyman. Qaroqmi kimidi bu? Ertalabdan hayotimga nur bag'ishlagan qiz kimidi bu? Qochib ketdi, haromi. Ton. Ona eskilar birontasini o'lamayman. Sherga borku? Ha. Shu oshirganiga. Ha. Shu oshirganiga 25 yil bo'ladi shu kafeteriyaga. Gapni eshiting. Aha. Choyxona bor. Qarang, choy, poy, portal sotadi. 25 yil klientlarning hammasi borku, militsiya. Bu militsiya, mana bu militsiya, ana bu militsiya, bu militsiya, mana militsiya bor. Militsiyaga kelib ganda Bormi endi? nos bor. Nos chegasizmi? Nos chegasan? Yo'q, bu kichkina akkauntim. Bunda hech kim yo'q. Prosta ochib o'tiribman. Uni katta. Aying bilmaydi bu akkauntim. 100%. O'zim o'sha kadar men Jono qanaqa? Plastik omonmi? Отдыхай. Taris. Hayır, taris. Salon nechida ochiladi, sochlar, soqollar bir joyga keltirsam. Soqol o'sib ketdi, uni aytishki. Bittami shu? Bugun anavni ustiga chiqib cho'milaman. Qayerga? Trip ustiga chiqib cho'milaman. Shu? Salon.
He. Nosni qolib ketdi. Kimda bor nos? Mana. Sizniki bo'lmaydi. Sizlarniki bu? Seriozmi? O'zlar berdi. Ona sizga gumbakka aylantirib qo'yadi siz nosizni. Bitta chakib tursiz, bitta chaksiz siz nosidan chakdi odam bitta qusa bilan. Eskidan. Hech kim emas bu. Manda nima? Ne? Başa. Ko'rinasizmi? He. Bizda 2 kg oxir oldim. Ha, ko'rasizmi? Alda o'tirgan. Nima deymi? Ikkidakda. To'lagan. Sevaman qo'shiqcha. Aslida o'qisin. Hamma naqasi milsa. Kelenti milsa ekan. Men ularni milsani nima qilyapti? Kimda? Siz mudasi bo'lmaganda. Odalaka bitta o'zingga. Yo'q emas. Ham bir yordi o'sha kun bitta urdim. Juda qattiq tortyapman. Opajon, tushunasizmi siz? Gapni tushunmaysizmi deyman sizda. Siz men yashagan qo'yasizlarmi yo'qmi men? O'zim uchun yashasam bo'ladimi? Ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opajon, yashagan qo'yasizlarmi? Ha, yashamaymi? Kirab yurishda gaplashib. Bordi sizga to'g'ri. Shukron. Nima agar nos tuplab olishim kerak, mana buni tuplab olaman. Mana bakashka bor. Bormi? Tog'man. Jasm aka. Choy zakaz qildinglar. Bu nima edi to'g'ri? Qaysi bir tog'ning? Bu to'g'ri. Mana iching. Ichidagi nima? Shilliq. Ichidagi nima? Shilliq qurtmi? Nima to'g'ri? To'g'ri bering to'g'ri. Nima bu? Tashqariga to'king, tashqariga. Nima bu? Garraga aytmaysizmi tog'a? To'g'ri. Onasi. Aytdim, ayting gapni ekan. Bu aytmadingiz. Eshitmaysiz o'shani. Pastga tushib naqd to'king. Yuram qurishib qoladi. Pastga to'king, pastga to'king. Yo'q, pastga yuram, bunisi bu qaytib. Tog'a nima narsani biz olib qolaverasiz. Ana oldi-da bilan. Nega buni ichi bo'lmaydi? Ichida nima bo'lalari bo'lmaydi? Tog'a to'king, tashqariga to'king. To'xta, yana qo'yaman mana buni. Men bir hafta tekshirib tomonga o'tayotgan onasi. Shuni qanoq qilgan bu qattiqlash. Menga Otsin shu. eski solib chiqamsiz men. Oyna. Menga onasiz. Onasiga hamma milsalar bor ekanda. Unisi to ko'radi. Men Ichiga petrush kelyapti. Ot aylanma, to'g'ri. nima olib qolding ukajon? Boshda aylantirdi-ku. Voy onasini sizga nima to'kdingiz, nosmi? Nosmas ya. Mayli, nos bo'lmasin. Nos tashlagansiz. Mayni musroti. Gandurazni nos qilib tashlabsiz. Hech narsa qilmay. Gandura yangi sotib olamiz. O'qidingizmi to'g'ri? Nimadir yegani bor aylik. Ha, mana aytdim-ku to'g'ri. Nima aytdingiz? Hozir men bu yerda ishtaham buzayotgan narsa aytmadingizmi? Biz yeyolmaymiz, unda indiski choylar icholmaymiz, tog'a. Tamam, kayf ekan. Yo'q, takib qustiradi bu ukajon, keyin qusasan, qo'rq qusasan. Bormi? Bormi deydi. Bitta karraga chaylik bo'lmasa. Karraga chamizmi? Karraga chalasizmi? Chalmaysizmi karra? Ha? La 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 la.
Nasrimiz bu profil ochiladi ertaga. Bugun ochiladi kechga. O'zida bichilmadi, prova. Ya bu ichi bo'lmaydi buni. Tilim tekizgan, labim tekizgan bilaman. Sizda pas, sinop. To'kilsa ishlasa qilmaydi mani. Meni ustimga to'kildi-ku. Odil akangga bitta chaktirib yubor. Jiya men kechdim. Sinib qoldim aka, endi nima qilay? Hali qip-qizil bo'lib. Nima qilay akajon? Sinib qoldim endi, nima qilay aka? Endi nima bo'ladi aka? Endi nima bo'ladi? Xulosa. Ya uning bo'lmaydi, uning. Damlab qolar, birda ursa bor-ku. Dam bo'lgani ngelab qolar. Karkidoncha aylanib qolar. Hamda qilmoq bordimi? Bunday chiqar. Nima qo'rqyapti? Vaqt o'tgan uchun ketadi. Nomi nima shuni? Mudvahmi nima? Mudvah. O'ldiradi aka. Endi nima bo'ladi akajon? Voy bilad. Endi nima bo'ladi aka? Ichiga? Demaydi yomon. Onajoningiz eshak Newton sikyapsiz akajon, men ketishdan o'sha qilasiz. Assalomu alaykum. Xayrli muborak bo'lsin ukajonim. Alaykum salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli muborak bo'lsin. Zemlak, men Mirishkor tumanidanman. Ko'z ojiz bo'ladi. Juda orzu qilib yurardim siz bilan bog'lashni. O'zimga ishonmayman. Assalomu alaykum. Ko'z ojiz bo'lsa qanday ko'ryapsiz meni? Ha. Ovozingizni eshitaman ukajonim. Mana uyim, mana ota-onam, mana otam, mana bolalarim. Qashqadaryodanman. Rosa hayajonlanyapman ukajon. Uzr. Yoningiz sog'mi, charchamayapsizmi? Qayerda men Nima deyishni? yangi akon? Kecha patpiska bosuvdim kirganimda efir ochgan ekaningiz. Hozir bunaqa narsa borda, ko'z ojizlarni telefonida gapiradi. Hamma narsani aytib turadi. Yozgan narsalarni o'qib beradi. Ha, yozganlar aytib O'sha orqali o'qdi. Ha, o'qib aytib turadi hammasini. Shunaqa narsa bor programmada. Joni sog' bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Ko'z ko'rgan bilan, ko'z ko'rmagan bilan qalbingiz ko'rmas ekan. Joni sog' bo'lsin. Mirishkordanmisiz? Rahmat. Ha, Jino Arab qishlog'idan eshitganmisiz? Eshitganman. Jino degan qishloqdanman ukajonim. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Hayit ayyom muborak bo'lsin ilohim. Niyatlaringizga yetib yuring. Rahmat. Ko'zi ojiz akalar, opalarni Samarqandga jo'natdim. 2 ta avtobus bo'lib borib ziyorat qilib kelishdi o'tgan yili. Rahmat ukajon, rahmat. Alloh birizga men bersa ilohim, nima niyatda ehson qilib yursangiz, Alloh hammasini qabul qilsa ukajonim, mushkullaringiz oson bo'lsin. Rahmat. Rahmat aka, rahmat. Ismingiz nima? Hayajonlarim nima deyishni ham bilmay qoldim. Rahmat. Shodiyor ismi, Shodiyor. TikTokga shu qo'shiq aytaman, qo'ldan kelgancha harakat qilaman ukajonim. Malades. Qo'shiq aytasizmi? Buxorolik Uchqun aka mana eng yaqin akam bo'ladi Buxorolik. Ha. Qo'shiq aytaman. Aytib beraymi, eshitasizmi? Zo'ridan bormi? Qanday eshitadi? Qani? Aytib beraman sizga. Qani? Hozirroq hayajonlanyapman, uzr lekin. Qo'ldan kelgancha. Qani? Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Oshna topdim, va lekin do'st
topmadım. Ah ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim dilsizlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim dilsizlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Goho falak